Azizlarim, shunaqa bir temani ko'ramiz hozir. Siz kutgan inson keladimi? Siz qanaqa insonni kutyapsiz? Kimni kutyapsiz? Xo'sh, siz kutayotgan inson. Kim u? Qanaqa u? Siz kutayotgan inson. U inson hozir ozgina depressiyada, o'tmish haqida ko'p o'ylayapti, sog'inib, sizni juda ham qattiq sevadi. Hozirda mehnat qilyapti sizlarning kelajagingiz uchun. Niyati ham siz bilan oila qurish. Lekin hozirda o'zini hamma fikr hayolini ishga bergan. Xo'sh, bu inson qachon kirib keladi hayotingizga? Niyatlarini bildik. Oila qurish niyatida siz bilan. Lekin ko'p o'ylanyapti, ko'p ikkilanyapti. Nimadan ikkilanyapti? Qizlarjonlar. Tak. Hozirda kelib anaqa qilishga imkoniyati yo'q. Imkoniyatim yetmaydi deb boshqa turyapti bechora bola. Qani, kartalardan yana so'raymiz. Imkoniyatlari